Kelajak texnologiyalari. Bugungi kunda butun dunyo tadqiqotchilari hayotimizni yengillashtirish va qiziqarli qilish niyatida yangidan-yangi texnologiyalarni yaratishmoqda. O'zini o'zi boshqaradigan avtomobillar, ovozli boshqaruvga ega uylar, virtual yordamchilar bularning hammasi g'ayritabiiy texnologiyalardir. Keling, keng ommalashishi kutilayotgan kelajak texnologiyalarini ko'rib chiqamiz. Virtual yordamchilar ilgari telefoningizda kerakli ma'lumotlarni topishga yordam beruvchi, sizni qiziqtiradigan savollarga javob berishi, gapiradigan virtual yordamchi bo'lishiga ishonish juda qiyin edi. Endilikda esa deyarli barcha mobil qurilma egalari o'zining shaxsiy virtual yordamchisiga ega. Bugungi kunda virtual yordamchilar soni shunchalik ko'pki, ularning hammasini ismini eslab qolish qiyin. Ular orasida Alisa, Cortana, Alexa va boshqalar bor. Yaqin kelajakda insonlar xohlagan texnika bilan ovozli boshqaruv orqali gaplasha olsa ajab emas. Avtopilotga ega avtomobillar. Avtopilotga ega avtomobillar allaqachon yirik kompaniyalar tomonidan sinovdan o'tkazilib, tatbiq etilmoqda. An'anaviy avtomobillarga nisbatan ular ko'p afzalliklarga ega. Masalan, avtohalokatlar oqibatida millionlab insonlar halok bo'lishmoqda. Bularning barchasiga inson omili sabab, xususan mast holda avtomobil boshqarish, e'tiborsizlik, charchash. Haydovchisiz avtomobillar esa kelajakda bularning barchasidan xalos bo'lish imkoniyatini beradi. Tesla avtomobillari 100% elektr tokda ishlaydi. Bu esa atrof muhit uchun toza va ancha kam xarj hisoblanadi. Tesla elektromobillarini kompyuterga o'xshatish mumkin, chunki kompyuter yoki telefoningiz operatsion tizimini tez-tez yangilab borganingizdek, Tesla ham avtomobillarga o'rnatilgan boshqaruv tizimi masofadan, ya'ni internet orqali eng so'nggi yangilanishlar bilan ta'minlab turadi. Bu esa mashinangizda kutilmagan qo'shimcha yangi xususiyatlarni paydo bo'lish mumkinligini anglatadi. Bugungi kunda elektromobillar orasida Tesla'ni raqibsiz peshqadam, kelajak avtomobili deb bemalol ayta olamiz. 3D printerlar. Mazkur texnologiya haqida o'tgan dayjestlarimizning birida gapirgan edik. Hozirda 3D printerlar bilan kamdan-kam odamlarni hayratlantirish mumkin. Ushbu texnika tobora takomillashib bormoqda. Odamlar istagan narsalarni, shu jumladan telefon uchun aksessuarlar, kiyim, uy jihozlari printer orqali chiqarishga o'rganmoqdalar. So'nggi paytlarda dunyo mutaxassislari hatto inson hayoti uchun zarur bo'lgan ichki organlarni ham sun'iy go'shtni 3D printer orqali bosib chiqarish ustida izlanishlar olib borishmoqda. Biroq bularning hammasi vaqt talab etadi. Robotlar so'nggi yillarda robototexnika sohasida jadal rivojlanib bormoqda. Yangidan-yangi robotlar ishlab chiqarilmoqda. Yaqinda Yandex avtopilotda ishlaydigan robot kuryerni taqdim etdi. Bo'yi 1,5 metrga yaqin bo'lgan robot shahar yo'laklariga piyoda tezligi bilan harakatlanadi. Mazkur robot kichkina hajmda yuk tashishga mo'ljallangan Yandex Rover deb nomlanadi. Sony kompaniyasi o'zining Aibo robotlari bilan mashhur. Kompaniya birinchi Aibo robot kuchukchalarini 1999-yilda ishlab chiqarishni boshlab, ba'zi bir sabablar tufayli bir necha yildan keyin to'xtatgan edi. Biroq so'nggi yillarda Aibo kuchukchalari yana ommaga taqdim etildi. Endilikda esa kichkintoylarning qadrdon do'stiga aylangan robot yanada takomillashtirilgan bo'lib, o'zining o'yinchoqlariga ham ega. Shuni xulosa qilib aytish kerakki, hozirgi kunda kuzatilayotgan texnologiyalar ommalashuvi bu faqat boshlanishi. Kelajakda yanada aqlli va foydali mashinalar paydo bo'ladi.